Bugun Koreyada ishlashni maqsad qilgan hamyurtlarimiz uchun muhim bosqich IPS Topiq test sinovlari boshlandi. E'tiborli jihati shundaki, bu yilgi imtihonlar ilk bor avvalgilardan farqli o'laroq test o'tkazishga maxsus ixtisoslashgan bilim va malakalarni baholash markazida, ya'ni zamonaviy va to'liq shaffof tizim asosida tashkil etilgan. Bu esa nomzodlarga o'z bilim va imkoniyatlarini adolatli namoyon etishlari uchun alohida ahamiyatga ega. Men koreys tili IPS Topiqga 2024-yildan tayyorlanib boshladim. Yoshim yetmaganligi sababli o'tgan yili topshira olmadim. Bu yil yoshim yetdi va keldim. 3 marta tekshiruvdan o'tdik. Shundan keyin ham hech kim telefon yo ranta qurilma olib kira olmadi. Olib kirganlarni imtihondan chetlashtirildi. 4 yil endi kira olmaydi. Testlarga yangilik kiritilgan. Shuning uchun qattiq tayyorlanishlaringizni so'rayman keyingi keladiganlarga. Koreyaga borishdan maqsad o'z karyeramni qurish. Imtihonga ikkinchi marotaba tashrif buyuraman. Oldin 2023-yil IPS Topiq imtihoniga kirganman. Unda 6 oy mobaynida tayyorlanib 65 ball olgan edim. Bu 2026-yil bo'lgan imtihonda unchalik ulgurmay qoldim. 1 oy mobaynida takrorlash qilib, bu imtihonda ham hozir 65 ball olib chiqdim. Tekshiruv juda qattiq bo'ldi. Bu yil imtihon har doim qaraganda yaxshi bo'lib o'tdi. Maslahatim, hech qanaqa qurilmalardan foydalanmanglar. O'zingizlarni biliminglarga, o'zingizlarga ishonib kelinglar. Hech kimga birontaga o'tkazib beraman, yordam beraman deganlarga ishonmasdan kelishinglarni tavsiya qilib qolaman. Hammalar o'zingizlarga ishonib, biliminglarga ishonib kelinglar. IPS Topiq imtihonlari Janubiy Koreyada ishlash istagidagi nomzodlar uchun jiddiy qadam. Joriy yil 9-12 mart kunlari onlayn ro'yxatdan o'tgan 8158 nafar nomzod 6-apreldan 23-aprelgacha test jarayonlarida ishtirok etadi. Ularning aksariyati ishlab chiqarish sohasi vakillari. Test jarayonlarining barcha bosqichlari shaffoflik va adolat tamoyillari asosida o'tkazilyapti. Qoidalarga ko'ra kech qolgan yoki belgilangan talablarga amal qilmagan nomzodlar testdan chetlashtiriladi. Yozma imtihonlarda ijobiy natijalarga ega bo'lgan amaliy imtihon topshirishadi va yaxshi natija ko'rsatganlar 2 yil davomida Koreya ish beruvchilari tanlovida ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritadilar.